68. Bab Sultan Saidxonning esil fazilati va yaxshi xislatlarining bayoni. Sultan Saidxon davlatman, saodatlik, izzat hurmatlik podshoh edi. Har xil esil fazilatlari bilan bezalgan, yaxshi xuluq va sifatlar bilan zinnatlangan zot edi. Muborak umri 48 ga yetganda pok va muqaddas Tangrining rahmati doirasiga ulashgan edi. Onun mübarek saqılida azraqla oq paydo bo'lgan bo'lib, ancha ko'zga cheliqmaydi. Noiti xush muomala, shirin so'z kishi edi. Xohi turkiy tilda, xohi farsi tilda barobar edi. Agar bir kishiga iltifot qilar bo'lsa, avval kulimsirab, ondan so'zlaydi. Hamisha chiroy ochiq va xushal, o'zi saxovatlik va muruvvatlik edi. Maqsud Ali adlıq bir bahadır urush ustida xonning sol mursiga o'q etib yordar qilgan edi. Xon u zahmatning ta'siridan 2 yilgacha og'rib va qiynalib halok bo'lishga yaqin qolgan edi. Ashu kunlarda xon ashu jarohatdan saqaymay kesili holda edi. Maqsud Alini bir to'p jamoat tutib elib keldi. Ularning maqsadi xonga uning jazosini bergizib, intiqomni olg'izish edi. Maqsud Alini xonning huzuriga elib kelganda, xonning nazari uningga tushgan, hamon Maqsud Aliga iltifotlar qilib, shohona inomlar bilan aziz va mukarram qildi. Gunohini afu qilib izzat hurmatlar qildi. Holbuki xonning shu vaqtlarda birli tondan ortiq toni bo'lmag'achqa, shu tonni silib uningga inom qildi. O'z majlisida o'rin berib birli o'ltirdi. Uningga men ranjib o'ltiratdim. Kelganing yaxshi bo'ldi dedi. Toki umrining oxirigacha Maqsud Aliga iltifotini kam qilmadi. Xondim bu xil yaxshilik va muruvvatlar to'li yuz bergan bo'lib, ularning ko'pinchisi 2-daftarda zikr qilingusidir. Xonning saxovatimi shu darajada ediki, men 20 yil xonning xizmatida bo'ldim. İnam ve iltifati shunchalik ediki, gohi vaqtlarda xazinasida balki uy ta'alluqidami hech narsa qo'ymaydi. Hattoki necha kun shilaxonada hech narsa qolmaganlikdan qup-quruq turadi. Xon haramga kirib g'izo yeydi. Olayzal mamlakatning hammasidan g'azinaga kiradigan mahsulot xonning in'am ihsoni xarajatiga yetmas edi. Shijoat va boturlikda xon tang tushlardan ziyoda edi. Bir qitim uning xizmatida edim. O'zi tanha dushman lashkariga hujum qildi. Uning tafsiloti 2-daftarda kelgusidir. O'q etishga Mo'g'ul, O'zbek va Chag'atay uluslari orasida xonga barobar kishini ko'rmadim. Ilgirimi uning tangdishi kelmagan bo'lg'ay va kiyimmi bo'lmag'ay. Men ko'p qitim ko'rgan edim. Xon 8-9 o'qni otsa hech biri xato ketmas edi. Xohi kiyik ovlashda, xohi to'shqan va qirg'ovul ovlashda bo'lsin, birdek xatosiz o'q otadi. Mo'g'ulistonda yuz bergan nechilagan urushlarda qirg'izlar orasida o'q etishda hammadan komil bo'lib, u xaloyiq ichida o'z zamonida shuhrat qozongan ekan. Karam va saxovat bobida xonning tangdishi kamdir. Bir navbat Andijonda bir kishi xonning qasdida kelib fursat izladi. Fursat topolmay xonning otxonasidan bir otni ilib qochdi. U kishini yo'ldan tutib ilib kelishdi. U kishi xonga: "Sizni o'ltirishning qasdida kelgan edim, ammo fursat topolmadim. Hech ish qilmay bekor ketib qolmay deb bir otni ilib qochgan edim" dedi. Bu so'zni anglab hammaylar u odamni o'ltirishni loyiq topdi. Xon menga buyruq berib, bu kishini ilib chiqib odamlaringga topshirgin, xabardor bo'lib saqlasin dedi. Xaloyiqlar tarqab majlis xoli bo'lganda xon menga: "Xudoy taoloning meni uning ziyon zahmatidan saqlaganligining shukronasiga ashu otni uningga berdim. O'z kishilaringga buyurgin, u odamni lashkarlardan yiroq ilib chiqib qo'yib bersin. Shunda qilsak, menmu shukronini ado qilgan bo'ldikanman. Umu hech ish qo'ldan kelmay bekor qaytmagan bo'ldikan" dedi. Xonning xat o'qishda savoti shu qadar tez ediki, har qancha bet imla, sat xat bo'lsin,
Xohi nazm, xohi nasr bo'lsin, shu qadar to'xtovsiz o'qiydi-ki, bilmaganlar bular xonning yodida bor ekan deb gumon qiladi. Yana nasxda luq xitini obdan yozadi. Türkiy va Farisi imlosi to'g'ri edi. Shu darajada ediki, boshqa kishilar butun diqqati bilanmi unchalik to'g'ri qila olmaydi. Türkiy tilida nasriy asarlarni yaxshi yozadi. She'r aytishda xandek qobiliyati bor kishini kam ko'rganman. Hargiz o'ylab fikr qilib o'ltirib she'r aytmaydi. Suhbatlarda har xil qofiyalar orag'a tushsa, dal vaqtida nazira badihatan tabiva aytadi. Har qanday she'r aytsa, bir ikki navbatda o'ziga yod bo'lib qoladi. Xon o'z she'rlarini birovning yezib olishiga rizolik bermaydi. Shundaqdimi majlislarda aytib bergan badihlarini men yod olgan edim. Bu beytlar xonning she'rlaridandir. Nazm. Qaysi gulshanning seningdek bir guli ra'nosi bor? Qaysi gulning bir meningdek bulbuli shaydasi bor? Hur birla jannatul avni ko'nglim laylasin, yorning kuyida 100 ming jannatul ma'avasi bor. Yüzü özre kakuli zulfin perişan körgeli, ey Seyit, aşıqda ko'nglimning ajab savdası var. Nazm. Şükri lillah holatim zahir bulup dur yorg'a. Emdi yor olida o'zni ko'rsatay ag'yorg'a. Seyir uchun kirsa guliston ichira ul sarvi ravon, banda bo'lsin sarvi ozod ul qadi rahtar faxa. Ger sabah qon yig'lasam, ayib eylemang manzarni, baskila olmam bu zo'ri, deydi xunbarg'a. Nazm. Ahdi qildingki vafo qilg'aysan, yo'qki jonimga jafo qilg'aysan. Otasan g'amza o'qi birla meni, qo'rqadurmanki xato qilg'aysan. Manga darsanki vafo qilg'umdur, elga qilg'ashqa manga qilg'aysan. So'zni ixcham qilish uchun buningdan ziyoda bayon qilmadik. Bir kuni men xon bir Farsi badihi esa men ko'p iltijo qildim. Divona Hoji Hasanni ochgan edi, u g'azal chiqdi. Maliya budur. Nazm. Ey zisar ta baqadam jon kasi. Ey sen boshdan oxir menga jonsan. Majlisdagi hamma odamlar badiguylik qilishni boshladi. Xon aytdiki, nazm. Cennet güyki bügü can kese, ras güyemki tui xon kese. Canla emas belki etsem rastını, sen özün bizge xonsan. Atimalim Hazreti Xon bu beytni aytdi. Yana boshqa Farsi beyt aytmagan bo'lsa kerak. Xonning tabiatidagi muloyimlik va she'riy qobiliyatning qaysi darajada ekanligi ana shu beytdan ma'lum bo'ldi. Xon yana nag'ma ilmida tangdassiz edi. Ruhni jonlantirg'ich ud, star, g'ijak va chahar torni yaxshi biladi va chaladi. Ustaxona tarishliqda komil, teri sazliqdimi noit yaxshi. Pallay va tumoq pichish va tikishda noit usta. Jonivor beqishqa va shikor qilishqimi mohir edi. Yoshlik vaqtidagi holati nihoyatda qolaymaqon, beparvo, hiqmaydigan, mayxur va hussiz edi. Hatto bir soatmi sharob ichmakdan xoli bo'lolmaydi. Bir yil ichida Ramazon oyidan bo'lak oylarda bir kunmi hushyor emas edi. Muborak umri 30ga yetganda yana tarixning hijriya 928-yili. Hijriya 928-yili, milodiya 1521-1522-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganda to'g'ri qildi va salohiyat taqvodorlik yo'liga kirdi. Men bu kitobning 2-daftarini tasnif qilayotgan vaqtim edi. Kitobda so'z xonning to'g'ri qilgan yeriga keldi. Uning tarixi haqida mundaq bir hikmat xotiramga keldi va uni mundaq bayon qildim. Xon tarixining hijriya 928-yili bo'lganda sarxushlik, maslikdan to'g'ri qildi. Ammo barliq mani qilingan narsalardan to'g'ri qilmadi. Demak, buninglik bilan xonning to'g'risi to'liq emas edi. Tobu Ali,
Allah tövbe Allahi tövbeden. Allah'a samimiy tövbe qilinglar. Qur'on Karim 66 sura Tahrim 7 oyatning bir qismi degan muborak oyatning oxirgi ikki harfi bo'lgan bi va ha ning abjad hisobida soni 7 dir. Uni qo'shmay hisob qilinsa tariq hosil bo'lardi. Bu abjad hisobi bo'yicha Hijriya 928 yilni ko'rsatadi. Milodiya 1522 yillarga to'g'ri keldi. Murshidlar peshvosi Hazrati Maxtum Xoja Shohibiddin Mahmud. Bu ism Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida kelingan. Ammo Farscha 1-2 nusxalarda Muhammad Sodiq Qashqarining tarjimasida va Toshkent Ruscha nashrida Xoja Bahaiddin Mahmud deyilgan. Tangri uningga salomatlik ato qilgay. Bo'lsa Xoja Havan Mahmud ismi bilan mashhur edi. U zot Qashqarga keldi. Xon bir iroda bilan uningga murd va mulozimlik dövlatiga hamda uning maslikiga kirishga musharraf bo'ldi. Butkul gunohidan tavba qildi. Bu vaqa ilgirki tövbeden 7 yil keyin edi. Demak, uning tövbasi ana shundoq to'liqlandi. Buningga tubali ala tövbe. Tubu illallahi tövbeten abjad hisobi bo'yicha bu oyatning harflari vakillik qiladigan sonlar jamlanganda Hijriya 935 yili kelib chiqadigan bo'lib, milodiya 1528-1529 yillarga to'g'ri keldi. degan muborak oyat to'liq tarix bo'ldi. Bu ajoyib bir latifadir. Xon Hazrati Hojalar Tangri ularning ruhlarini muqaddas qilgay. Ning maslikiga kirgandan keyin kundan kunga adolat va haqqoniyat yo'lini, shundaqla shariat usullarini chang tutdi. Güzel axloq va yaxshi xuy mijozlari shu darajaga yetdiki, ehtimol o'tgan podsholar orasida Yunus xondan boshqalari bu martabaga yetmagan bo'lsa kerak. Tangri eng yaxshi bilguchidir. Xonning muborak ahvolini anglash maqsad bo'lsa, ikkinchi daftarni mutaala qilmoq kerak. 69. bab. Sultan Saidxon o'g'li Abdurrashid xonning bayoni. Hozir tarixning Hijriya 953 yili. Abjad hisobi bo'yicha bu oyatning harflari vakillik qildigan sonlar jamlanganda Hijriya 935 yili kelib chiqadigan bo'lib, milodiya 1528-1529 yillarga to'g'ri keldi. Bo'ldi. Xoqonlik taxtining va sultonlik martabasining egisi Hazrati Sultan Saidxonning o'g'li Abdurrashid xon bo'lyotdi. Bu kitobni ojiz va ko'p nuqsonliq banda Fiqir Muhammad Haydar Abdurrashid xonning muborak etiga atab yozdim va zinnatladim. Shu sababdan bu kitobga Tarixi Rashidi deb at qo'ydim. Bu tarixning bosh qismi Mo'g'ul xonlaridan dastlab islom sharifiga ega bo'lgan Tug'luq Temirxonning bayonidir. Uning bayonlaridan toki Sultan Yunus xongacha bo'lgan orliqdagi voqealarni ishonchlik va mo'tabar kishilardan anglagan edim. Anglagan rivoyatlarim ichida hech qanday ixtilofsiz va ziddiyatsiz ma'lumotlarni kitobga naql keltirdim. Ixtilofliq rivoyatlarni bayon qilmadim. Chunki har qanday so'zda ixtilof bo'lsa, u so'zning yolg'on bo'lishi ehtimoli bor. Yunus xonning bayonidan boshlab toki Sultan Saidxonning bayonigacha bo'lgan qismi 2 daftarda yozilg'usi. Agar uni bu yerda tafsiliy bayon qilsak, so'z uzrab ketadi. Shunga bu yerda ixcham bayon qilinib, tafsiloti 2 daftarda ahvola qilindi. Ammo Abdurrashid xon ahvollarining tafsiloti mu 2 daftarda bayon qilingan bo'lsin yoki bo'lmasin, bu yerda qisqacha bayon qilish munosib ko'rindi. Xon Mo'g'ulistondagi kunlarda qerindishi Xalil Sulton bilan birga edi. Mansur xon kelib Chorun Chalak degan yerda urush qildi. Sultan Xalil Sulton va Sultan Saidxon yengildi. Ashu mag'lubiyat sababidan xon Mo'g'ulistonda turolmay, ilojisiz Andijonga kelib qamoqqa tushdi. Keyin u yerdan qochib Kobulga,
Babur padişahның qishig'i bardi. Babur padişah xonning hammasining o'g'li edi. Buning tafsiloti 2 daftarda bayon qilingusi. Abdurashid xonning onasi avom xalqdan bo'lib, xon xizmati uchun uni nikohiga olgan edi. Shu zamondan boshlab xonning xizmatini qilib kelyotdi. Xon Andijonda qamoqqa tushgan vaqtida o'zbek pasixlari uni xondan ayirib etgan edi. Bu chaqda u xondan Abdurashid xonga 7 oylik homilador edi. Keyin xon Kabulga berib Babur podshohga qo'shildi. Shu chaqda xotinining o'g'il tuqqanligi haqida xonga xabar keldi. Xon bu hikoyani Babur podshohga aytdi. Podshoh etini Abdurashid qo'yinglar, Sultan Saidga ohangdosh bo'lsin deb farmon qildi. Xon bu maqsadni aytib xotiniga maktub avatdi. Demak, Abdurashid xonning etini Babur podshoh qo'yib bergan ekan. Babur podshohning muborak nafislarining bereketidan Abdurashid xon Sultan Said xondek otining o'rnida qaror topdi. Tağam Seyid Muhammad Mirza Özbek Canibek xonga qarshi chiqib, Farg'ona viloyatini o'zbeklarning xiyim xatardan xalos qilgandan keyin Qunduzga Babur podshohning qishig'i kishi avatib Sultan Said xonni elib keldi. Abdurashid xon o'zbeklarning qo'lida asir edi. Shu qitimli g'alaba bilan tutqundan qutulib, buzrukvar otasi bilan qo'shildi. Mening hamshiram Habiba Sultan Xonish Samarqanddan kelgandan keyin xon uni o'z nikohiga oldi va Abdurashid xonni uningga topshirdi. Abdurashid xonni hamshiram o'z farzandidek ko'rib tarbiyalaydi. Amir G'uri Barlas vafot bo'lgandan keyin Mo'g'ul rasm qoidalari bo'yicha otabeklik mansibini Amir G'urining tog'isi Ali Mirak Barlasga topshirdi. Mevlana Muhammad Shirazi turli ilmlarda kamal topgan fazilatli esil zot edi. U butkul umrini Mo'g'ul podshohlarining xizmatiga sarf qilgan edi. Abdurashid xonni ilmiy jihatdan tarbiyalash uchun uni Mevlana Muhammad Shiraziga shogird qilib berdi. Mevlana Sadri Sudur, vazirlarning vaziri bo'lib, Sultan Said xonning oldida yuqori izzat va hurmatga ega edi. Abdurashid xonga amaliyotda otabek Mevlana Muhammad Shirazi edi. Ali Mirak Barlasning otabekligi faqat bir rasmiyatdanla iborat edi. Abdurashid xon tarixning hijriya 915-yili tug'ilgan edi. Hijriya 915-yili, milodiya 1509-1510-yillarga to'g'ri keldi. Tarixning hijriya 928-yili, hijriya 928-yili, milodiya 1521-1522-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganda, ya'ni Abdurashid xon 13 yoshga kirganda xon uni Mo'g'ulistonga chiqardi. Buning tafsiloti mundaq. Yuqorida bayon qilinganidek, Xalil sultonni Oqsida Canibek xon o'ldirdi. Xalil sultonning o'g'li Baba sulton texi emchak ematdi. Baba sulton bilan Xurshid sulton Canibekka asir tushdi. Farg'ona viloyatini o'zbekdan xalos qilgandan keyin bular xonga qo'shildi. Xon ularni o'z farzandidan aziz ko'radi. Hoji Ali Bahodirning ilgirki vaqtlaridan beri xonga qilgan xizmati ko'p edi. Shunga Baba sulton bilan Xurshid sultonni uningga topshirgan edi. Shu sababdan ular Hoji Ali Bahodirga otabeklik mansabni taqdim qildi. Hoji Ali Bahodir Mo'g'ullardan to'la umri Mo'g'ulistonda o'tgan. Shu sababdan ko'ngli u yerlarni yoqtirib qolgan edi. Hamisha Mo'g'ulistonga berishni orzu qiladi. Shu tufaylidan xonga Mo'g'uliston va Qirg'izni boya sultonga berishni hamda shu orqali Qirg'iz va Mo'g'uliston ishlarini ching tutishni iltimos qildi. Xon bu iltimosni qabul qilib, uningga rahmat ruxsat bermoqchi bo'ldi. Ammo tog'am Seyid Muhammad Mirza garchi Baba sulton o'zining kuyug'li bo'lsa-mu, lekin davlat manfaatini ko'zlaganlik uchun uningga yuz xatiri qilmay xonga mundaq maslahat yetkazdi. Mo'g'ul toifasining hammasi Mo'g'ulistonga moyildir. Agar Baba sulton Mo'g'ulistonga borsa, hamma Mo'g'ullarning Mo'g'ulistonga borg'usi keladi. Agar ularning berishini to'sqanda Baba sulton ranjiydi.
To'smaganda hamma sipoh va amirlar Mo'g'ulistonga ketadi. Bundaq ahvol ostida Baba Sultanni Mo'g'ulistonga avatish muvofiq emas. Eng yaxshisi shuki, Mo'g'ulistonga Abdurashidni avatgaysiz. Chunki u o'zingizning farzandi. Har qancha sipohlar va xaloyiqlar uning qishig'i bo'lsa, janobingizga uningdan hech nuqson yetmaydi. Agar xaloyiqning Mo'g'ulistonga berishi to'sib qilinsa, Abdurashid xon ranjimaydi. Gerçi Abdurashid xonning yeshi kichik bo'lsa-mu, shunday qilish muvofiq deb so'zni tamom qildi. Bu ishda tog'amdan boshqalarning hammasi Mo'g'ulistonga Baba Sultanni avatishni muvofiq ko'radi. Bo'libmi Mirza Ali tog'ay Baba Sultan tarafdor edi. Bu vaqaning orasida Hoji Ali Bahodir kasal bilan vafot bo'ldi. Shu tufaylidan Mo'g'ulistonga Baba Sultanni ilib boradigan maslahat butunlay to'xtab qoldi. Xonning Raimo Abdurashid xonni Mo'g'ulistonga avatishga qaror topdi. Lekin avatishning usullari haqida davlat kattalarining har biri boshqa tarzda maslahat beradi. Tog'amning tirishchanligi va Abdurashid xonning avatish usuli mundaq edi. Necha vaqtdan beri qamoqda yetayotgan Muhammad Qirg'izni qamoqxonadan bo'shatib, uning yaxshi iltifotlarni ko'rsatib, Mo'g'ulistonga borg'usi barlarni uningga hamroh qilib, mo'tvar xalqlardanmi hamroh qilib avatish. Oxir xonga tog'amning bu fikri ma'qul keldi. Mirza Ali tog'ayni amirlar amiri qilib, Muhammad Qirg'izni amir qilib mangdirdi. Shu kunlarda Ali Mirak Barlas vafot bo'lib, uning o'g'li Muhammad Barlas otasining o'rnida Abdurashidning mulozimatida edi. U hamroh bo'lib bordi. Tog'amning tirishchanligi bilan butkul lashkar chidir va podshohlik aslahalarining 1/3 hissasini Abdurashid xonga berib, Mo'g'ulistonga mangdiraldi. Uni mangdirish mezgilida xon meni harimiga chaqirdi va menga farmon berib, Abdurashid sultonning beliga shamshar bilan o'qyani san bog'lab itiga mindirgin. U lashkar ishlarda sening shogirding bo'lsin va uni muboraklash bo'lsin dedi. Faqir talab qilingan bu xizmatni beja keltirdim. Xon o'zi qopib Abdurashid xonga Fatiha o'qib duo berdi va qayta jigilib, esingda saqla va unutib qolmag'inki, bu shamsharni sening belingga Mirza Haydar bog'ladi. Sen uning shogirdi bo'lding. Agar sendan lashkari ishlarda sen kimning shogirdisan deb so'rasa, nima deysan dedi. Abdurashid xon Mirza Haydarning shogirdiman deyman dedi. Xon Mirza Haydar bo'lsa mening shogirdimdir dedi-de, bu savol va javobni necha navbat takrorlab duo berib mangdirdi. Abdurashid xon Mo'g'ulistonga bordi. Qirg'izlarning hammasini Muhammad Qirg'iz o'z tavasiga muvaffaqiyatli oldi. Shuning bilan Mo'g'uliston to'liq qo'lga kirgizildi. Bu muddat ichida Mo'g'ulistonda nurg'un chiriklar yig'ildi. Demak, o'zbek, qozoq va qirg'izlar dushmanlik qilgandan keyin Abdurashid xon hamma tavalliklari bilan yenib Qashqarga keldi. Baba Sultan va Shahmatxon sultonning vaqalari 2-daftarda bayon qilingusi. Bu vaqaga Muhammad Barlasning munosabati bor edi. Shah Muhammad sultonning varislari Muhammad Barlasning qisos elish uchun uni xondan qattiq talab qildi. Buningga men va tog'am to'salg'i bo'ldik. Al-Qissa Shu qish, ya'ni tarixning Hijriya 934-yili, Hijriya 934-yili, milodiya 1527-1528-yillarga to'g'ri keldi. Xon meni Abdurashid xonga qo'shib Belurga avatdi. Shuning bilan men hamroh bo'lib Belurga bordim. Bu safarda noyati ko'p xizmatlarni ado qildim. Shu kunlarda Abdurashid xon 18 yoshda edi. Onun xizmetida hech bir tajribalik, qobiliyatli va fazilatli kishi yo'q. Balki hammasi Muhammad Barlas boshliq odam surat, hayvon sifat mulozimlar edi. Ular bilan nima ish qilg'ili bo'lsin? Lekin men har qancha noqobil bo'lsam-mu, ularning hammasidan qobiliyatli edim va Abdurashid xon bilan muvofiq munosabatda bo'lardim. Shoh Muhammad sulton bilan Baba sultonga qanchalik muhabbatim bo'lgan bo'lsa, uni Abdurashid xonga sarf qildim.
Necha müddətdən keyin xanның huzuriga yetib barğanımızda xan farzandi Abdurashid xonni o'zgacha holatda ko'rib, uning qobiliyat paydo qilganligini bilib, menga necha qitim iltifotlarni qilib, g'oyibona va hozirona aytdiki, men sendan ko'p minnatdor bo'ldim. Rashid sultonni menga bir qobil farzand qilib berding. U lashkari ishlarda ko'p muvaffaqiyat va mahoratlarni egallabdi. Xudoga shukri. Orzuyumdagidek bo'lishga oz qapti deb nihoyat xushal izhor qildi. Bu chaqda Oqsudan Amin Hoji Sulton to'g'risida har xil yomon xabarlar anglashga boshladi. Men va tog'am Saydu Muhammad Mirza bunda xabarlarni bartaraf qilishga ko'p urinib ko'rdik, lekin foyda bermadi. Bu voqeaning tafsilotimi 2-daftarda bayon qilingusidir. Mirza Ali tog'ayning shaytonlik qilganining tafsilotimi 2-daftarda bayon qilingusi. Qisqasi xonning farmoni bilan meni Abdurashid xonga hamroh qilib Oqsuga avatdi. Oqsuga borganimizda u yerdagi hamma xaloyiq oldimizga chiqdi. Amin Hoji Sulton xon qishiga ketdi. Men 6 oy Oqsuda turib, butkul lashkar va puhralarning ishlarini muvaffaq o'rinlashtirdim. Bu voqeadan ilgirki kunlarning birida xon bodam yeb o'ltiratdi. Bir bodam ichidan 2 meg'iz chiqdi. Xon birini menga, birini Abdurashid xonga iltifot qildi va shundoq bir rasm qoida borki, 2 kishi bir-biri bilan do'st bo'lishmoqchi bo'lsa, bodamning 2 meg'izni yeyishidi. Buning ma'nosi 2 meg'iz bir shakalning ichidagi vaqtida bir-biridan ayrilmay go'yoki bir meg'izdek turadi. Qarmoqning 2 meg'iz ekanligi ma'lum bo'lmaydi. Men ikkinlarga shu sababdan bu 2 meg'izni berdim. Sizlarmi bir dil, bir maqsaddagi do'st bo'lgaysizlar, dedi. Ikkilimiz zimminni so'yib, adab yo'sini baja keltirdik va bir-birimizga ot tortib berdik. Bularni aytishdagi maqsadim shuki, biz Oqsudagi vaqtida nihoyat inoq do'st edik. Birlik va muhabbatimiz shu darajaga yetgan ediki, do'st-do'stga uningdan ziyoda muhabbatlik bo'lishining ehtimoli yo'q. Bu do'stligimizni va'da qasamlar bilan mustahkamlagan edik. Agar bu birlik va ittifoqlik darajasini to'liq bayon qilsam, anglag'uvchilar uni mubolag'a deb gumon qilishi mumkin. 6 oydan keyin 100 dog' hasratlar bilan bir-birimizdan judo bo'lib, xonning xizmatiga yondim. Abdurashid xon bilan vidolashadigan mahalda bir Farsi g'azal aytgan edim. Bu 4 beyt shu g'azaldandir. Nazm. Zakuyi tuba derdu g'am miravim. Juda az tuba sad alam miravim. Tu hamtayi leyli behusni yuma bi mecnun qadam bir qadam mirvarim. Negüki tanha tu çun miravi g'amat hem rahastu behem miravim. Muhiti Kerim Şah Abdurashid Kazu g'arq Bakri Kerim miravim. Ko'changdan dard va g'am yurib ketdim. Judolik sababidan yuzlarcha alam bilan ketdim. Sen Leyli kabi güzelsen, men Mecnun kabi bichora holda asta-asta ketdim. Meni yolg'iz ketdi dema, sening g'imingni hamroh qilib birga ilib ketdim. Ey podshoh Abdurashid xon, sen marhamat dengizsan, men ashu marhamat daryosiga g'arq bo'lgan holda ketdim. Oqsudan yenib xonning xizmatiga musharraf bo'ldim. Yandurqi yili xon urush uchun safarga chiqdi va meni oldin avatdi. Men tirishchanlik bilan Tibetning ba'zi yurtlarini ishg'ol qilib, turg'unimda xon yetib keldi. Bu 5000 lashkar Tibetda jam bo'ldi. Qarsak 5000 kishi Tibetda bir qish tursa, bu joy to'limi kichiklik qiladi ekan. Shunga xon ilojisiz meni Iskandar sultonga qo'shib Kashmirga berishga buyurdi. Iskandar sulton Abdurashid xonning bir tuqqan inisi edi. Demak, u qishni Kashmirda chiqardik. Bahor vaqtida xonning xizmati uchun Tibetga keldik. Xon Yarkandga yondi va meni O'rsang butxonasini vayron qilishga buyurdi. Men 4 oylik yerigacha bordim. Xon Yarkandga yetmay yo'lda vafot bo'ldi.
Xanның mulozimitetki əmirlər Abdurashid xanğa bu xəbərini yetküzüş üçün oldun xəbərçilərini əvətibdi. Tağamğımı bu hadisədən uçur yetkizibdi. Tağam xanның naibi sübtida xanның meyiti aldığı çıxıb təziyə murasimlarga məşğul bopdu. Tarixning Hicriye 940 yılı Muharrem ayının 10 günü. Hicriye 940 yılı Muharrem ayının 10 günü miladiye 1533 yılı 8 ayının 2 günüge doğru geldi. Abdurashid xan kepti ve tağam haza resmiyetlerini becer keltirip yaqısı yırtılgan ve közleri yaşqı tolgan halda nalı pıqallar qılıp Abdurashid xanның aldığı çıqıptı. Abdurashid xan tağam bilen körüşüşü bilenla tağamni şehit qıptı. Onun şehit bolgan tarixini Qıtla fi ilacım, qatala fil Muharrem ayda öldürülgen degan söz bilen ifadaleydi. Tağamның kokuldishi bolgan Ali Seyidinmu tağam bilen billa şehit qılıptı. Şunu bilish kerakki, yaxshi kishilarning yosuni merdanlarning qoidasi mundaq. Padişahlarda ikki sübət bolsa, naiti faxrlanishidir. Onun biri bir kishi xizmat ko'rsatgan bo'lsa, shu xizmatining vositasi bilan uning gunohi afu qilinadi. Tağam Yunus xonning hamshirasining o'g'li edi. Uning ota bobisi pushtidan boshlab Moğol podshohlarining oldida ulus begilik mansibiga ega bo'lib kelgan edi. Sultan Saidxonning oldidami izzat hurmati nihoyat yuqori edi. Sultan Saidxonning oldida hech kimning qadr-qimmati tağamchilik yuqori emas edi. Chunki tağam xonga ko'p xizmatlarni ko'rsatgan edi. Birinchi xizmati u Andijonga ilib bergan bo'lib, xonning podshohligining boshlanishi shuningdan tortib vujudga kelgan. Ikkinchi xizmati xonni Qashqarga ilib keldi va Qashqar, Yangisar, Yorkentni ilish uchun tağam ko'pdan ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdi. Agar uning sababkorligi va tirishchanligi bo'lmagan bo'lsa, xonning Qashqardan umidi yo'q edi. Tağamның şununğa o'xshagan xizmatlari nihoyat ko'p. Şuna xon doim tağamga minnatdorlik bildiradi. Tağamның odilligini bir-birlab sinab ko'rib, uningga rioya qiladi. Agar tağam Abdurashid xonga hech xizmat qilmadi deyilgandimi, otasiga qilgan xizmatining yuz xotirasidan uni afu qilishi lozim edi. Holbuki tağam Abdurashid xonga ko'p xizmatlarni qilgan. Masalan, Özbeklarning qo'lidan uni xalos qilgan. Uning Moğolistanga berishiga tağam sababkor bo'lgan. Abdurashid xonning davlatining ibtidosi shuningdan boshlangan edi. Agar Mirza Ali Tag'ay va Hoji Ali Bahodirning g'arizi bo'yicha bo'lganda, Abdurashid xonning o'rnida Babaxon sulton bo'lar edi. Tağam hamisha Abdurashid xonning rivoj tepishiga, o'sishiga tirishchanliklarni ko'rsatdi. Əmin Hacı Sultan tağamның kuyğuli, tağamның onundan 5 nəvrisi var idi. Şundaq bolsumu, tağam bu səbəb bilən Əmin Hacı Sultanni Aqsudan qaytırıb gelib, ornuğa Abdurashid xanni əvətişini tosmasdan onunğa yardım qıldı. Tağamның qılğan xizmətləri hesabıdan ziyadıdır. Munçı xizmətlərinin yüz xatirsini saqlamasdan tağamni beguna öldürgənligi intayın əcəbnərlik işdir. Bu sözünü toxtatqınım və tilini yıqqınım tüzük. Uluq Tanrının xahişi şundaq ikən. Şuna aşındaq bolğan bolsa kerak, bunun əcrini yandırışqa Tanrı Taallanın qudreti var. Biz Tanrının igidarçılığımız və Tanrının dərgahıga qaytqıçılarımız. Qur'an Kerim 2. Sure Baqara 156. ayet. Buningdanmi ajoyibroq ish shuki, Abdurashid xon bilan zidlashib kelgan u fitna fasodchilarni Abdurashid xon mo'tabar qilib o'stiribdi. Mirza Ali Tag'ayni tağamning o'rnida o'ltirg'izib Qashqarga avatdi. Mirza Ali Tag'ay Qashqarga berib, tağamning uruq avlodini o'ltirishda hech bir kam kutisini qo'ymadi. Hikoyat Shayx Saydi payg'ambar alayhissalomning tarixidan naql keltirib mundaq yozadi. Qattiq urush orqali Qurayshning ulug'laridan 70 kishi islom lashkariga asirga tushdi. Makkadan Quraysh xalqi fidya elib kelib, ularni elib ketadi. Abul As Tangri uningga rahmat qilgay. Payg'ambar alayhissalomning kuyovlaridan edi.
Chunki payg'ambar alayhissalom islomiyatdan ilgari farzandlaridan Zaynab Tangri uningdan rozi bo'lg'ayni Abul Asqa bergan. Abul As bu vaqtgacha musulmon bo'lmagan edi. Demak, Abul Asmu bu kelgan kishilar orasida asirlar uchun Makkaga fidya elib kelgan edi. Payg'ambar alayhissalomning muborak nazari Abul Asqa tushgan hamon Abul Asning ko'nglidan dinsizlik qorong'uligi ko'tarildi va mening ko'nglimda islomning muhabbati o'rinlashdi. Makkaga berib yenib kelgandan keyin iymon etaman dedi. Ulug' sahibalar uningga iymon etishni kayniga surish yaxshi emas. Dunyoning yaxshiligini tepish uchun tezdan iymon etqin. Shunday qilsang, fidyaga ilib kelgan mollarmu Tangri va payg'ambarning hukmi bilan sana halol bo'ladi dedi. Abul As javob berib, bu mol har qancha halol bo'lgan taqdirdami, hozir musulmon bo'lsam, xoinlik qilib iymon etgan bo'laman. Islomning boshlanishi xiyonat bilan bo'lsa yaxshi emas dedi. Shunday qilib, Abul As Makkaga bordi va xaloyiqning omonatini salomat topshirdi. Ondan jamoatning ichidan ullik e'lon qilib, oranglarda har qanday kishining menda omonati bormi dedi. Jamoatning hammamizning omonati qo'limizga tegdi. Senda hech haqqimiz yo'q deyishdi. Shuningdan keyin Abul As darhol ashu jamoatning orasida oshkora iymon etdi va Madinaga Hazrati payg'ambar Tangri uningga duo va salom avatgayning xizmatlariga bordi. Payg'ambar alayhissalom Hazrati Zaynab Tangri uningdan rozi bo'lg'ayni ilgirki nikoh bo'yicha Abul Asning uyiga avatdi. Bu hikoyadan maqsad shuki, har ishning boshlanishi yaxshilik bilan kelsa, oqibati yaxshi bo'lg'usidir. Ammo Abdurashid xonning xonlik taxtida o'ltirishining boshlanishi qon to'kish va rahimsizlik bilan boshlandi. Uning oqibatini mushuningdan qiyos qilmoq kerak. Nazm. Demiş ol xira demendu nikonika nihat. Xudavende edlu xudavende dad. Hemme mülki alem sipihri nigun qaçan erzigey tükeli qatra xun. Demek Abdurashid xonning vapa ahlini o'ltirgandan keyin xonlik taxti va sultonlik kursida o'rinlashdi. Xonning vafot bo'lganlik xabari Mansur xonga aqlandi. Mansur xon Aqsuga lashkar tartib keldi. Abdurashid xon mu Yarkentdan Aqsuga lashkar tartib bordi. Mansur xonning maqsadi hosil bo'lmay yandi. Abdurashid xon mu Yarkent taxtigohiga yenib keldi. Mansur xon shu yo'sinda Aqsu ustiga bir necha rat lashkar tartib keldi. Har qitimdala Abdurashid xon Fatih Nusrat bilan g'alaba qildi. Al-qissa. Sultan Said xonga xizmat qilib kelgan amirlarning hammasi Abdurashid xondan cho'chib uningdan gumonlanishga boshladi. Chunki u tog'amdek xizmatli kishini beguna o'ldirdi. Shu sababdan hamma amirlar xavfsirab cho'chishib ittifoqlik va birlik tugidi. Mirza Ali tog'ay Qora Tekinga qochib ketdi. Bu she'r go'ya uning hisobidir. Nazm. Ey zotinga mikro hiyla Cebru azim. Sendek yana g'adorni ko'rmas alam. Dedinki yo'q o'lsa yaxshilar men qolsam, yo'q bo'ldi ular vali yo'q ulg'un sen ham. Demak Mirza Ali tog'ay Makkar shaytondek g'oyib bo'ldi. Qolgan amirlar hammasi birlashib, ba'zilari xonning farzandlarini elib Xotan tarafga berib Abdurashid xonning oldiga chiqdi. Qashqarlar qechib qolgan amirlarning hammasi qal'ada edi. Hammasini bog'lab Abdurashid xonning oldiga elib keldi. Abdurashid xon ularning o'lim gunohidan o'tib, chegaradan haydab chiqardi. Bular qarshilik ko'rsatib, yuz o'rib o'limga loyiq bo'lgan kishilar edi. Vaholanki ular hech qancha xizmatmi ko'rsatmagan edi. Bularni o'ldirmadi. Ammo tog'amning yaqin tuqqanlik muhabbati bor. Ko'rsatgan xizmatimi to'la edi. Yana do'stlikqa va'da qasamlar qilishgan hech qanday gunohi yo'q edi. Ammo Abdurashid xon uni hech bir sababsiz va gunohsiz urug' avlod bilan qirvatdi. Nazm. Turfa kaj raftardur dunyayidun. Daima bo'lg'ay ilohi sarnikun. Kim vafodar o'lsa,
ul bo'lg'ay xarab, kim munofiq bo'lsa bo'lg'ay kamyob. Kimki ko'ngli rostidur bo'lg'ay haqir, kimki kajroy o'lsa bo'lg'ay benazir. Kim muloyim bo'lsa bo'lg'ay ranju g'am, kim durushit o'lsa ona yetmas alam. Kimki beazardur, bedholidur, kim dil azar o'lsa faraq baldur. Kimki qasiqdur, muazzardur davom, kimki salihdur, topolmas ehtiram. Kim sahidur, tangridur hali onun, kim bexil o'lsa to'la mali onun, kim diyonatlik erur o'ldur yomon, bida niyatlarga rohat tav aman. Kimki haq joy o'lsa nama quldur, kimki g'ayibga yudur mal quldur. Bihamiyatlarga erur muatabir, kimki himmatlik erur o'ldur batar. Kimki ko'ngli kang durur yetkay garizat, kimki hasidur erur ul arjumand. Kimki beasal o'lsa aylar kamkar, kim asal o'lsa qilur mahzunu zar. Kimki donadur ani aylab zabun, beg'amu xushi vaqadur nodonudun. Yaxshilarning o'rniga bermas madar, kim yamandur ani aylar poyimal. Dahir ishi budur azaldan ta abad, bevafa derler ani ahli xirat. Demek emirlerinin işini yığıştırgandan keyin Sultan Saidxonning hemşerilerini, qizlarini ve Zeynep Sultan Hanım, xonning xotinlari orasida xon hammadan amroqi shu edi. Qatorliqlarning hammasini haydab chiqardi hamda Shayboni xonning o'zbeklari bilan do'stlik o'rnatdi. Halbuki yuqorida aytib o'tilganidek, ular qadimdan beri dushman qozoq o'zbeklar bo'lsa, qadimdan beri do'st edi. Ularni zabun qildi. Abdurashid xon o'zining hamshirlarini o'zbekka yotliq qildi. Bu Abdurashid xonga noiti haqorat bo'ldi. Al-qissa Shayboni xon bilan ittifoqlashib qozoq o'zbeklarga hujum qilib, ularni mag'lub qildi. Haqiqatan qozoqlarni mag'lub qilish cho'ng ish. Chunki Sultan Yunusxon Burush o'g'lan bilan Qora To'qayda urush qilib, tarixning Hijriya 877-yili, Hijriya 877-yili, milodiya 1472-1473-yillarga to'g'ri keldi. O'zbeklarni mag'lub qilgan edi. Uningdan keyin toki mushu vaqtgacha o'zbeklarni mag'lub qila olmagan ekan. Bu müddet ichida necha navbat o'zbek bilan mo'g'ullar urush qilib, butunlay o'zbeklar g'olib kelgan ekan. Abdurashid xonning o'zbeklar ustidan g'alaba qilganligi noiti ulug' ish bo'pti. Gerçi buvisi Sultan Ahmadxon yuqorida bayon qilib o'tilganidek, o'zbeklarga g'olib kelgan bo'lsa-mu, ammo Ahmadxon o'zbekka Shabxun kechidagi tuyuqsiz hujum urib g'alaba qozonibdi. Baturlar orasida Shabxun urib qilingan g'alaba ancha e'tiborga ilinmaydi. Urush vaqtida yengilsa, ondan e'tiborga ilindi. Abdurashid xon bo'lsa, qozoqlarni dal urush mezgilida yengibdi. Buni to'liq ta'riflab maqtasa arziydi. Abdurashid xonning ahvollarini Hindiston va Kashmirda turib, ishonchli kishilarning anglaganlarimni mushu yergacha bayon qildim. Abdurashid xon o'zbeklar ustida g'alaba qilgandan keyin Andijon va Turpan tarafga lashkar tortib beribdi. Lekin ishonchli kishilarning haqiqiy ahvolini anglay olmadim. Shu sababdan bu kitobga yozmadim. Qalamning tizginini tortdim. Abdurashid xondan sodir bo'lgan loyaqatli ishlarning hammasini xaloyiq Abdurashid xonga ta'na qilishib, bular Muhammadi Barlasning tirishchanligi bilan bo'lganmish deymish. Muhammad Barlasning bu martabaga yetganligining sababi hech ma'lum emas. Uni bu darajaga yetkazgudek hech bir xizmatga loyiqati yo'q. Uning bunchalar e'tibor topgudek na shijoati va na fazilati bo'lsin. Shunisi ajablanarlik turki, Abdurashid xon uning so'zi bilan mushundaq shuncha nashoyin ishlarni qildi. Agar u naloyiq ishlarni bayon qilsam, bilmaganlar meni behuda tuhmat deb gumon qilar. Barlas toifasining laqami eshakdir. Bu laqam bayni Muhammad Barlasga muvofiq keladi. Chunki Muhammad Barlas Abdurashid xonning urug' tuqqanlarini
otasının xotinlarini davlat chegarasidan haydab chiqarishga shuncha tirishchilik ko'rsatdi ham shundoq qildirdi. Bu voqeaning tafsilotini bayon qilish munosib ko'rinmadi. Shunga bu voqealarning bayonidan o'zimni tortdim. Ammo mushu kunlarda pok va ulug' Tangri Abdurashid xonni bu balo qazodan xalos qildi. U eshakni xumor kesili nobud qildi. Ümidim shuki, Әмді Абдурашид хан улуғлық тізгінні әқіл қолыға алғай вә яман ішлердің өзіні тартқай. Улуғ боғылары вә бүйік әждадлары yolida мұстәкәм қадам ташлығай. Hər qandaq bir eşəkнің yüz xatirisini izləb, öz ailə tavabatlарға yamanlıq qılmağay. Hər qandaq salih bir məsturini paklıq pərdisi içidən çıxırıb, özünge astığı taşlab, xar qilishni rava көрмегей. Pak ve büyük Tanrı onu hemişe muvaffaqiyat ve adalet bilen cihandarçılık mertebesi ve hakallık taxtida berqarar qılğay. Tanrı ve peygamber razı bolmagan her qandaq narsadan onu yirak tutqay hamda ötken nuqsan ve kemçiliklerinin ornini toldurishga tavfiq ata qılğay. Amin. Ey alamning parvarishkori bolgan Tanrı. Gerçi Abdurashid xonning ishki dunyosi sal zaifroq bo'lsa-mu, ammo badan quvvati va tan salomatligi, xush qomat va xush muomalaligi bilan yaqinlari va tangtushlari orasida tangdishi yo'qdir. O'q etishga otasidan qolsa, Abdurashid xonga tang keladigan kishi kamrakdir. Palvonlik kasbida va shir ovlashda lahang va ajdaho kabidir. Güher çaşqıcı sözleri ladabət dərəcəsiga yetken bulup, xususən ruhni kötürgücü sazını şu kadar mahirlik bilen çalıyordu ki, onun aldıda Zuhra yıldızı nəğməsiz, xoşnava bulbul navasız bulup qalır. Mubada istidatı şu kadar ravandır ki, nesir tertiplerini nəzim uslublarga tartıdı. Pəm parasiti güzellik, nazukluk halavətinin təmini tapqan idi. Özünün təbii kamaliti və irsi paklığı tüpəylədən həmmə hünər və ixtira qilishda qolu mahir idi. Şu cümlədən biri şu ki, bir uluq kişiyə hürmət yüzüdən bir neçə xil hədiyyə əvətkən idi. Onlardan biri qağazdan yasalğan bir dərəxtnin sürütü olub, onun gəvdisi, şax və bərgilərinin həmmisi xudi dərəxtnin gəvdisidək şax və bərgilər çıxırıb yasalğan. Hünərvərlər onun acayip g'aroyibligiga hayron qolgan edi. Necha vaqtdan beri Abdurashid xon bilan ayrilib ketdik. Men bor vaqtda biladigan narsalarning to'lisini mendan o'rgandi. Nag'ma navolarni mendan o'rganmadi. Biz ayrilib ketgandan beri yana boshqa hunarlarni o'rgansa o'rgangandir. Chunki tabiiy qobiliyatli edi. Har qanday ishga qadam qo'ysa, qo'lidan qochib qutulmaydi. Adaletlik musulmon parvar podshoh bo'lsa-mu, ammo Musoga Harun vazir bo'lishi kerak edi. Hozirgi vaziri Harun emas, balki Fir'avn edi. Balki Xudoy taoloning inoyati bilan muvaffaqiyat topqay. Kitob yagona podshoh bo'lgan Tangrining yordami bilan tugidi. Ey Tangrim, bu kitobni ko'chirguchi, o'quvchi va anglag'uvchilarning gunohini mag'firat qilg'aysan. Büyük Tanrı'nın yardımı bilen Düşenbe günü de tamam oldu. 70. bab Tarixi Reşidi'nin 1. defteri kitabının tügellenmesi. Bilimimnin yetersizliği, iqtidarımның yo'qligiga qaramasdan, notivorlikning qora qalamini, qobiliyating oq qog'ozlari ustida kezdirib kitob yozman deyishga fikrda nima salohiyat bo'lsin? Ammo zürriyet shuki, Peyqir musulmon bo'lgan Moğol xaqallari haqida ishonchlik va bilimli shaxslardan nurg'un naqllar, hikoyalar va rivoyatlarni anglagan va to'plagan edim. Peyqir o'zimmi ularning ba'zi ahvollaridan xabardor edim. Bu zamonga kelganda ko'rdimki, bu rivoyatlarni aytib bergan va bu ahvollarni biladigan kishilardan Peyqirdan boshqa hech kim qolmabdi. Eğer bu işe Peyqir cüret qilmasam, Moğollarning va Xaqanlarning xotiralari butunlay unutulib, hatto ularning nasibu nomlarimi yo'qolib ketgudek.
Agar o'tgan ajdodlarning ahvollarini yezib chiqishdan iborat bu ishni aziz va bilimli kishilarga topshirsam, ular o'tgan xoqonlarning ahvollarini meningchilik aniq bilmagachga cho'ng qiyinchilikqa uchirg'udak. Bu so'zlarga mo'g'ullar va mo'g'ul xalqalligidan xoqonlardan boshqalar ancha ahamiyat bermagan edi. Chunki ilgari Chingizxonning urug' va nasllik va ularning tavalliklari olam shaharlarini va dunyoning 4dan birini o'z hukmronligiga olganligiga qaramasdan, hozirgi vaqtda mo'g'ullarning qo'lida eng cho'ng yerlar va noiti ozg'ina toibalarla qolib qoldi. Chingizxonning 4 o'g'li bor edi. U jahonni mana shu 4 o'g'liga bo'lib bergan edi. Her bir oğlunun ulusi cihanның avatlık ve çöllüklerinden 4'ten birini egellep istila qilgan edi. Tarixlarda her qandaq yerde ulusi erba'a 4 ulus degan söz tilga ilinsa, ana shu 4 qavm ko'zda tutildi. Danishmand Mirza Ulug'bekmi ulus erba'a deb ad qo'yib bir tarix yozgan. Bu 4 ulusdan biri Moğol bo'lib, ular 2 qismga bo'lingan. Onun biri Moğol, yana biri Çağatay. Bu iki qavm o'zaro adovat tufaylidan va bir-birini kamsitish yuzasidan har qaysi bir-birlariga ot qo'yishib olgan. Çağatay Moğolni Chata desa, Moğol Çağatayni Qaravanas, qara xalq, oddiy puhra deb atagan. Hozir Çağatay podshohlaridan Babur podshohning hukumat tutayotgan o'g'illaridan boshqa hech kishi qolmadi. Çağataylarning miras qilgan yerlarini ularning o'rniga boshqa turli xalqlar ishg'ol qildi. Ammo Qashqar, Turpan taraflarda Mo'g'ullardan 30 mingga yaqin kishi qolib qoldi. Mo'g'ulistonni bo'lsa o'zbek bilan qirg'izlar besib oldi. Qirg'izlar garchi Mo'g'ul qavmiga tava xalq bo'lsa-mu, lekin ular xoqonlarga qilgan ko'p qitimliq isyon va qarshiliklari tufaylidan ulardan bo'linib ketishdi. Moğollar butunlay musulmon bo'lib, islom ahli qatoriga kirgan. Ammo qirg'izlar hozirgacha kuparlarga o'xshash holatda yashamoqda. Shuning uchun ular Moğollardan ayrilib chiqib, ular bilan dushmanlashyapti. Buni tushuntirishdan maqsad shuki, hozirgi kunda Moğollar chet yerlarda o'rlashgan noiti oz xalq bo'lib qoldi. Bu so'zlarning va ularning ahvollarining egallashning Moğollardan boshqa kishilarga ancha kerak yo'q. Eğer bu iş tarix yezishni aziz ve danishmand kishilarga topshirsam, ularga qiyin keldiganligini bilaman. Shunga istidodimning yo'qligi va bilimimning yetarsizligi menga to'salg'i bo'lib tursa-mu, iqtidorsizlik qalmini fikrlik sahifasida imkoniyatning yorib berishicha ilojisiz yurgizdim. Mualliflarning odati shuki, ular agar xato va nuqson bo'lsa, itiroz bildirmasdan bu etaklari bilan yepib uni o'zgartgay deb iltimos qilib o'zri aytadi. Ammo mening xato va nuqsonlarning borligini din ularga o'xshash mundaq o'zri aytishga haddim yo'q. Chunki fiqr yozmalarimning boshdan oxirigacha xatolik va nuqsonlar bilan to'lg'anligini aniq bilaman. Buningga har qanday e'tiroz bo'lsa, o'rinliq deyman. Mening bu ishdan maqsadim istidodimni ko'rsatish emas, balki hayotlik daftaridan butunlay yo'qolgan Mo'g'ul xalqlarining istaklarini qoldirib qo'yishdan iborat. Mo'g'ul xalqlari agar o'zining nasiblari va o'z ajdodlarining ahvollarini bilishni istasa, mushuningdan bilib olg'ay. Islomga kirishdan ilgari o'tgan xalqlarning faqat ismini atab qo'yish bilan kifoyalandim. Chunki kupar agar Jamshid va Zahhak shon shavkatga yetgan taqdirdami, uni eslashga yaramaydi. Misra. Ma nahamki namesh bezaban hem güzeret. Olmag'aymiz tilimiz namingni hech qachon. Bu tarixiy rashidi tarixning hijriyat 952-yili Zulhijja oyining oxirida. Bu vaqt Farscha birinchi, ikkinchi nusxalarda Tehron nashrida va Toshkent ruscha nashrida yuqorqidek, ya'ni 952-yili Zulhijja oyining oxiri deb e'lonlangan. Bu vaqt milodiya 1546-yili 3-oyning 3-kuniga to'g'ri keldi.
Xanzuchi nashrida va 1895 yildagi inglizcha nashrda 953 yili Zulhijja oyining oxiri deyilgan. Bu vaqt milodiyaning 1547 yili 2 oyning oxiriga to'g'ri keldi. Kashmir shahri Tangri uni buzg'unchilik, vayronchilikdan saqlasin-da, do'sti yarallar orasida Mirza Haydar Ko'ragan degan ot bilan tonilgan Peqir Muhammad Haydar ibni Muhammad Husayn Ko'ragan taxtda o'tirib 5 yildan keyin tamomlandi.